Assalomu alaykum qarindoshlar, Javodan asosiy yurishlarimiz xush kelibsiz. Bu bizning 36-sınıf dars. Bu qism darsda biz OOP hukmlarining oxirgisi polymorfism to'g'risida to'xtalamiz. Biz oldingi 3 qismlik darsimizda encapsulation, inheritance va abstraction'ni so'zlab bo'lgan. Bu qismda polymorfism haqida to'xtalamiz. Unda esa men polymorfism tushundirish uchun bir package quray. Animal. Hayvan degan gap bu. Sen klassning ismini animal deb qurdim. Endi bugun nima to'xtalamiz? Poly degan gap, polymorphism. Poly ko'p degan gap. Ko'p xil, ko'p degan gap. Morph degan shakl, holat degan gap. Şu polymorfizm nima deb tushunsan bo'ldi? Ko'p xil shakl, ko'p xil holat deb tushunsan bo'ldi. Endi bu Java obyekt yuzlangan program tiloga chiqib, bu amaliy turmushda nihoyatda taklif qilingan, ilhomlanib ishlangan. Masalan, bir odam misol qo'yib qo'ysak, bir u odam nima bo'la oladi desanglar, ham masalan er kishi bo'lsa ham ota, ham yo'ldosh to'y qilgan bo'lsa, ham xizmatchi bir vaqtda 3 xil kimlikni hozirlay oladi. Shunaqa, shunga o'xshash hamda Java'dami ash polymorfism degan dal shu hukmdan ilhomlanib yasalgan. Bundan boshqa biz amaliy masalan projektda polymorfismni qayerda ishlatamiz desak, Seleniumda WebDriver driver equals new Chrome driver yoki Firefox driver degandek mana shu tor ko'rgishni tanlashni ishlatamiz. Hamda rost gap qilganda amaliy projekt unda oddiy emas, tor ko'rgishni unda WebDriver driver deb unda qilmaydi. Endi balki Misra'ning imtihonlarida balki shunday deyishinglar mumkin. Unda esa polymorphism. Bu polymorphism odatda ikkiga bo'lindi. Men uni keyin tafsilroq tushuntirman. Bular compile time polymorphism bilan runtime polymorphism. Bu compile time degan nima degani? Mush hozir qilmish shu compile time shu. Yezib o'g'ichi cho'qim bir taraf qilayotmasa bo'lsa, ash compile time. Ham runtime bo'lsa nima bo'ladi desanglar? Yurgizilgandan keyin, kodni yurgizilgandan keyin ana degan runtime bo'ldi. Avval men polymorphism bir tushuntirib amaliy misol bilan. Bo'lmasa oxirga chiqanda turini tushunadigan qaymoq qolamiz. Masalan, animal class qo'y. Bu animal classda masalan hamma hayvon qanaqa qiladi? Masalan, ovoz chiqara oladi, shunaqa qo'y. Bir metod quray buning uchun. Masalan, public void sound deb qo'yay. Ovoz chiqarmoq shunaqa qo'y. Hayvan qanaqa qildi? Ovoz chiqardi. Makes a sound. Shunaqa qo'y. Ovoz. Gap qilamagankin ham ovoz deb turlar. Bu animal classniki. Hamma yana bir class quray. Cat mushukmi ovoz chiqarish shunami? Buning qum sound ovoz chiqardi. Mushuk qana ovoz chiqardi? Meow deydi shunaqa. Masalan, yana bir class quray. Deb ism qo'yib bunga dog. Bu eshitma ovoz chiqarish bilan nima deydi? Eshitdingda deydi. How deydi shunama? Sound. Bundan bir
metod quray, method. Okay? Unda bo'lsa, yana bir diqqat qilgan nuqta polymorphism erish uchun cho'qim qaysi munosabat bo'lish kerak desanglar, cho'qim inheritance, ya'ni varis qilish, miros yoki shu munosabat bo'lish kerak. Shunda biz inheritance orqali yana bir klassning xususiyati, metodlari yoki o'zgarishlarni biz qanday ishlata olamiz demoqchi. Polymorphism uchun cho'qim inheritance bo'lish kerak. Masalan, animal. Animal qanda ovoz chiqardi, bu umumiy ism-ku animal. Masalan, men cat ne extend animal qilay. Extends. Hozir animal parent class, cat child class oldu extend qilayotgan ekan, shunaqa. Ham dog'ni animal extend qilay. Bu hayvon bo'lgan ekan. Extend qildim-ku. Endi bularni yurgiz, masalan, dog'ning ishini qilsam ham bo'ldi. Lekin ayrim ko'rish uchun bir demo deb ism qo'yib bir class quray. Chaqirish uchun ayrim. Hamda masalan animal class uchun bir obyekt qursam, masalan. Shuna quramiz-ku obyektni chaqirsak. Animal shunaqa. Ham biz animal degan bir obyekt qurdik, shunaqa. Hamda biz mana bu cat, dog'ni animal classga qanday qildik? Extend qilib, bularda hozir bir ikki o'zaro har bir class orasida qanday varis qilish, ya'ni inheritance munosabati shakllanishi, shunaqa. Ham biz bundan polymorphism quramiz. O'xshash chunki hammamiz ovoz chiqardi, shunaqa. İşte ovoz chiqardi, mushuk ovoz chiqardi, hayvon ovoz chiqardi. Bunda esa men ol mushuknikini quray. Mushuknikini qanday qilsam bo'ladi desanglar? Chunki mushuk child class bo'lgan ekan, mushukning parent class animal bo'lgan ekan. Mana qursak ham bo'ldi. Cat. Qaranglar. Mana mush ko'p xil shakl degan mushuk. Polymorphism. Ham ishtiqcho mo animalga extend bo'lgan ekan, extend qilgan ekan. Yana o'xshash nim qura olamiz. Polymorphism qura olamiz. Mana cat object, mana dog object, mana animal object. Object qurdik-ku. Lekin mana ikkisini qanday polymorphism bilan qurdik. Animalning mo sound. Shunaqa. Catning mo sound. Dogning mo qanday? Sound. Mana equals bo'lib ketdi. Mana o'xshash. Lekin qilgan ovoz o'xshamaydi, ichidagi ovozi. Shuni biz polymorphism orqali ishlatib o'qitmoqchi. Mana. The animal makes a sound, meow, meow. The animal makes a sound. O mani chunki men mani animalga object quritibman. Shunga mana o'xshash qotadi. Menga cho'qim qanday qilamiz? Dog. Unda how degan itning ovozini chiqaryapmiz. Mana bu nima? Polymorphism degan gap. Biz bundan nima erisha olamiz desanglar, masalan, Emily Project'da hani bilmay ko'rmagan bo'lishinglar mumkin. Sen WebDriver, Chrome driver. Biz Chrome driver'ni qo'zg'atmoqchi bo'lsak, mana shaklda chiqaramiz. Buni ismi o'xshash driver. Firefox bo'lib qolsa-chi? Firefox degandik. Polymorphism şeklinde.
Ondan sonra ben bayam polymorphism iki bölümümüzdedim. Compile time polymorphism, runtime polymorphism da bunu 100 tane imtihanlarda. 100 tane imtihan deptim. 100 tane imtihan bulamdı. Öyle sizlerden soraydı. Muş hizmet imtihanındaganda interviewda muşun soraydı. Yani bu compile time polymorphism yani nimde deydi sanlar? Static polymorphism mi deydi? Static polymorphism. Bu static yani bu compile time polymorphism kanalı desek overloading, biz overloading, overriding dep degandik qo'y ayrim holda. Shu overloading bilan erishimiz, ya'ni method overloading. Uni men tafsilda o'qitilgan overloading to'g'risida. Yani bugungi darsimizniki asosli mazmuni mushu. Endi qolganini sizlar texmi cho'nqurroq o'rganmoqchi bo'lsanglar, o'zinglar material aqtirib o'rgansanglar bo'ldi. Endi asosli mushu bugun mush qismliq darsdan biz OOP hukmlarini hammasini so'zlab bo'ldim. Ularni yana bir yig'incha qilib o'tsam qanday? Hozircha o'rganganimiz ingliz tilida encapsulation, inheritance, abstraction and polymorphism. Mush to'rtta 100 tane imtihonlarda ya'ni xizmat izlaganda bular cho'qim so'raydi. Masalan, inheritance bilan polymorphismning farqi nima, inheritance bilan encapsulationning farqi yoki encapsulation bilan abstractionning farqi nima degandek. Shunday so'rash mumkin. Qolganini intervyu tayyorlab qilgan chog'da o'zinglar shunga aloqador nurg'ulgan savol-javob tayyor to'rdadi bor. Shundan foydalansanglar bo'ldi. Bu yangi darsimiz mushaykcha, agar tushunmagan nuqta bo'lsa, asligan shaklda qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.